Assalomu alaykum aziz do'stlar. Navbatdagi kompyuterni ko'rish uchun qurilgan kursimizga xush kelibsiz. Demak, biz oldingi darsimizda Deep Diffusion modellari bilan ishlayotgan edik. Ya'ni DPPM edi. Hop, bu yerda yozilgani qanday edi? Denoising Diffusion Probabilistic Models. Qisqasi asosiy masala rasmni shovqinlarni o'chirish qadama-qadam. Demak, mana shu ehtimoliy modellik deyiladi. Probabilistic model. Keyin o'shani rasmlarni generatsiya qilishga qo'llashimiz kerak. Hop, oldingi safar qilgan ishimiz demak rasmlarni generatsiya qilish edi. Demak, o'sha rasmlarga bu yerda funksiyamiz bor edi. Funksiyamiz sample qilardi. Sample qilsak, o'sha narsa bizga rasmlar generatsiya qilardi. Bu yerda o'sha rasmlarda generatsiya qilingan holatni ko'rib turibmiz. Hop, demak, bu yoqqa o'tmadi. Mana bu yerda sample degan sample funksiyani bajardik. Bu yerda 3 qator kod. Undan keyingisi ham deyarli o'shanday bo'ladi. 3 qator, 4 qator kod bo'ladi. Keling o'sha narsani bajaraylik. Hop, endi bugun qiladigan ishimiz nimaga narsa? Bu qismni qilish predict start from noise, predict from noise from start. Demak, kiruvchi rasm berilsa, masalan mana bunda xatolikni yoki shovqinni nima qilish kerak? Chiqarish kerak. Mana bu yerda shovqin berilsa, demak, birinchi rasmni chiqarish kerak. Mana bu berilsa, bu bilan ikkovining o'rtasida shovqinni chiqarish kerak. Bu berilsa, buni chiqarish kerak. Mana shunday narsani ko'rsatishimiz kerak ekan. Va T qadam beriladi har doim. Tinchi qadam, nechanchi qadamligi aniq bo'ladi. O'sha qadamga asosan qilishimiz kerak. Bu yerda ikkitasini qilib bajarishimiz kerak ekan. Va bundan nusxa olamiz. Bizga bu kerak. Hop, Q sample, P sample kerak emas, posterior kerak emas, mana bu narsa kerak. Startdan boshlayveramiz. Bu yerda nimadir narsalar yozishga harakat qildim. Deyarli ko'p farq yo'q. Mana o'sha nimani ajratib olamiz. Hop, mana bu narsani hosil qilayotganda biz mana formuladan foydalandik. Qayerda edi? Q sample'da. Mana formuladan foydalandik. Keyinchisi AT ga, demak, mana bunday ko'rinishdagi formulaga egamiz deb aytdik. Endi mana shu formulani olib, demak, oxirida o'zi ham juda bir holatda yozilgan. Shuni pastga olaylik. Ketib qoldi. Mana shu formula ilzosda. Endi mana shu formuladan agar biz mana bu holatimizda birinchisini chop qilmoqchi bo'lsak, start chiqarmoqchi bo'lsak, mana x0 start bo'ladi. O'sha x0 ni topishimiz kerak. Bu masalani ishlash oddiy. Agar maktab kursini biladigan bo'lsa, x0 topishingiz uchun formula qisqasi nimaga keladi? x0 teng bo'ladi. Uni bu yoqqa o'tkazasiz, minus xt bo'ladi. O'chirib turaylik. Xt dan ayrilgan bo'ladi mana bu narsa. Mana bu ildiz ostidagi qiymat bilan ayrilgan bo'ladi. Keyin bir taqsim mana bu narsa pastga tushadi-da. Ildiz ostidagi narsa. Qanday bo'ladi? Xo'p, bo'ladi frank. Men buni latex formatda yozyapman. Latex ham shunday qilib yoziladi. Agar latex bilmasangiz, hozir o'rganishingiz to'g'ri keladi mana shunday ko'rinishda. Qisqasi mana shunday bo'ladi. Buni bu yoqqa o'tkazasiz, keyin o'tkazganingizdan keyin x0 ga nisbatan bo'ladi. Mana bu ildiz ostida a-ni bu yoqqa o'tkazaversangiz ekan, shunday formulaga kelamiz. Mana shu formulani ishlasak biz qaysi nimani masalan ishlagan bo'lamiz, ya'ni x0 topgan bo'lamiz. Hop, demak bu yerda startda predict start from noise. Shovqinda start hosil qilishimiz kerak ekan. Demak, mu bilan sigmani oldingi darsda ko'rdik. Mana compound alfa, mana compound alfa minus 1 ni. Hop, endi bu shunchaki o'rtachada o'shandan kelib chiqqan bo'ldi. Buni chuqur o'ylab o'tish shart emas. Mana bu minus 1 liga bu ildiz ostida a ga to'g'ri keladi. To'g'ridan to'g'ri yozilgan. Hop, endi ekstrakt qilganimizdan keyin qiladigan ishimiz bizda mana xt berilgan, tinchi o'rindagi qiymat berilgan. Hop, bizga nima kerak? Mana tinchi o'rindagi qiymat berilgan. Buna t berilgan, at berilgan. Hamma narsa berilgan ekan, o'shandan ayirishimiz kerak. Mana bundan ayirishimiz kerak. Buni mana bu narsani ayirishimiz kerak. Minusdan sigma. Sigma to'lig'icha mana bu ildiz ostiga nimaga teng bo'ladi? Nimaga teng bo'ladi? Unga mana shovqinni ko'paytirishimiz kerak. Ko'paytirilgan noise. Xo'p, noise ning o'lchami qarang, b-ga t. Batch size bilan mana bu tomon berilgan. Noise ko'paytiramiz. Keyin uni mana bunga bo'lamiz. Qavs ichida yozamiz albatta. Bo'lamiz. Hop, qaysiga?
sigmaga bo'lamiz. Sigmaga teng o'sha narsa x start bo'ladi. Men shu narsa bunday katta murakkab narsa joyi yo'q derdim. Hop, endi predict from no start degan narsa bor. Bu ham xuddi shunday yoziladi. Shunday kopiya qilamiz. Hop. Endi sizga qiyin bo'layotgan bo'lishi mumkin, bizga ham boshida qiyin bo'ldi tushunish. Sababi mana bu yerda 4-formuladan 14-formuladan foydalaning degan. Mana bu 14-formulada prinsipan, mana bu 4-formula. Bu maqolaga o'tadigan bo'lsangiz, maqola salgina boshqacharoq yo'sinda yoziladida, yozilayotgan payt, ya'ni ehtimolliklar kiritib yozilgan. Shuning uchun mana 4-formulani tushunsangiz, hech qanday narsa tushunmaysiz. Bu shovqindan kelib chiqqan deb tushunasiz. Salgina murakkabroq. Endi o'sha narsani bular bu yoqda chiroyliroq qilib yozganda, qarang, bunday ko'rinish yozgan. Mana shuni tushunishingiz osonroq. Endi mana bu yerda mana buni i ni topishimiz kerak. Oldin x ni topgan bo'lsak, endi i ni topishimiz kerak. Xo'p, xuddi shunday buni hisob olamiz. Epsilon to'g'rirog'i. Hop, buni olamiz. Buni olganimizdan keyin buni bu yoqqa o'tkazadigan bo'lsak, buni ildiz ostiga olgan bo'lar ekanmiz. Demak, epsilon teng bo'lar ekan. Qisqasi x dan ayirib tashlaganmiz mana buni. Va demak yana frak qo'yamiz. Frak qovusga qo'shimiz kerak edi. Hozir ham shaqamiz frak. Demak, frakdan keyin mana bu qism to'lig'icha ildiz ostida mana bu qism. Mana ko'rinishda ular. Endi biz bitta darsimizda yaqinda video chiqardik. O'sha videodagi darsimizda aynan tushuntirdik nima uchun matematikani yaxshi bilish kerak, mana shu modellarni ishlatish uchun, model nimaligini tushunish uchun. Ya'ni salgan chuqurroq qilaman desangiz, mana shu matematikani bilishingiz kerak edi. Shuning uchun biz kurslarimizda imkon qadar chuqurroq o'tamiz. Shunchaki siz mutaxassis bo'lasiz deb nimadir narsalar o'tib, bu narsani bunday qilishimiz kerak, bu narsani bunday qilishimiz kerak. Mana bu kutubxona bu yoqdan olsa, bu kutubxona bu yoqdan olsa deb umumiy holatda aytmaymiz. Imkon qadar tushuntiramiz. Albatta, mana maqolani o'qib tushunishingiz uchun ancha yillar kerak bo'ladi. Mana KL divergence qilib yozyapti. Lekin mana bu yerda soddalashtirgan holat. Eng kamida salgan soddalashtirgan holatni tushunasiz. Nimadan keyin nima kelib chiqyapti. Hop, endi mana shu formulani qanday qilib yozamiz? Bu yerda noise yo'q. Noise topishimiz kerak o'zi. Mana noise, pread noise. Pread noise teng bo'ladi. X dan ayiryapmiz. Demak, bu yoqda yozsak, X dan ayiramiz. X dan ayiramiz. Demak, mu ko'paytirilgan x start. Mu ko'paytirilgan x start ayiramiz. Uzr, sigma. Mana sigma bo'ladi emas. Xo'p. Oldingizda xato qilib ketdikmi? Mana bu yerda mu bo'lish kerak edi-da. Mu bo'lish kerak edi. Xato qilib ketdikmiz. O'sha narsaga e'tibor qilasiz. Mana bu x startga mu ni ko'paytirib, mana bu yerda sigma bo'ladi. Mana shu ko'rinishda bo'ladi. Shu, demak, tekshirib ko'ramiz, umid qilamiz to'g'ri ishlagan. To'g'ri ishladik yoki to'g'ri yozdik deb. Sababi mana buni bu yoqqa qo'yib qo'yaylik. Sababi demak, yana qayta chiqyapmiz. Hali to'g'rimi, noto'g'rimi buni bilmaymiz. Shuning uchun mana bu qismni olib, bu tomonga qo'yib qo'ysak, balandga chiqib qayta tushib yotmaymiz. Xo'p, Q-sample. Demak, mana unit model aynan mana bu yerga ketyapmiz. Shu yerga qo'shib qo'yamiz. Qulaylik uchun. Tekshirib ko'ramiz. 0 chiqish kerak xatolik. Sababi bu yerda deterministic attribute error deb non-type has attribute not shape. Hop, mana bunda xatolik berayotgan ekan. Buni demak, ildiz ostiga olib ko'ramiz. Buni ham izohga olib qo'yamiz. Qani, qayerda xatolik qilyapmiz? Buni xatolik yo'q birinchisida. Va keyingisida qanday xatolik qilsangiz ko'ramiz. Aynan nimada xato qilyapmiz. Hop, predict noise from start. Nimada shape yo'q deb aytyapti. Hop, yana qaraymiz. Predict start from noise. Startda muammo bo'layotgan ekan. Bu noise deydi. Mana bunda xatolik bo'layotgan ekan. Mana bu yerda bitta narsa x da shape yo'q haqiqatan. O'sha narsani aytyapti. Mana bu shape x dan olamizda. Hatto buni x dan olamiz. X shape x dan keladi. Ikonik shape bir xil bo'ladi. Mana bunda ham x bo'ladi, start bilan bo'lmaydi. Hammasining o'lchami bir xil rasmlar. Shuning uchun xatolik berayotgan ekan. Endi menimcha to'g'ri ishlash kerak. X ham to'g'ri ishladi. Hop, mana shu
hozircha biz nima qildik? Qisqacha tushunadigan bo'lsak, mana bu rasmni generatsiya qiladigan bo'ldik. Bu rasmdan buni, bundan buni mana shuni generatsiya qiladigan bo'ldik va mana bu rasm berilsa va mana bu qadam ikkovi bersa, bu rasm mana bu rasm bersa, o'rtadagi farq qanchaligini hisoblaydigan bo'ldik. Keyin mana bu rasm berilsa va bu rasm berilsa yoki mana bu rasm berilsa va o'rtadagi farq berilsa, mana bu rasm nimaligini topadigan bo'ldik. Tushunadi? Demak, shovqindan boshdagi rasmdan shovqinni topadigan bo'ldik. Mana shunday ko'rinishda. Shunchaki oddiy narsalar. Endi keyingi qiladigan ishimiz unit degan model bor. Xo'p, unit modeli haqida biz darslarda to'xtaldikmi, yo'qmi? Aniq esimda yo'q. Darsda o'zim o'tgan bo'lsam ham. Lekin umid qilamiz, balki ko'rgandirmiz. Demak, bu yerda bitta model kerak, o'sha unit modeldan foydalanamiz deyapti. Xo'p, kerak unit modelini hozir bir ko'rib, demak, agar zarur bo'lsa, birinchi joyda chiqib ko'ramiz. Demak, mana bu yerda unit modelining PNG'si ham bor. Kerak. Shunchaki shunday unit modelni bu yoqdan sizlarga ko'rsatayin. Hozir tushuntiring. Arxitektura. Paper maqolasini ko'rsangiz ham bo'ladi, arxitekturani ko'rsangiz ham bo'ladi. Shuni olasiz. Hop, mana shuni unit deydi. Silsangchi. Mana rasm. Birinchi rasm keladi. Rasmni o'lchamni kichraytiradi. Keyin yana o'lchamni kichraytiradi. Bu yerda o'lchamni kichraytirish deganda o'sha demak convolution amalni qo'llash orqali, demak, buni olsak yaxshiroq ko'rinyapti. Convolution amalni qo'llash orqali xaritalar sonini ko'paytiradi, rasmlarning o'lchamini sekin-sekin kichraytirib ketadi. Masalan, boshda rasmning o'lchami 64 ga 64 3 ta rasm bo'lgan bo'lsa, keyingisida o'sha 3 ta rasmlar sonini ko'paytiradi, o'lchamini kichraytiradi. 128 ga 128, keyin 32 ga 32, keyin 16 ga 16, keyin 512 ga tushiradi. Mana shunday kelib sekin-sekin tushiradi. Mana bu yerga 16 keyin 8 ga tushiradi. Mana shunday ketadi. Xo'p, endi mana bu yerda gradient yo'qolmasligi uchun rezidentga o'xshash bitta g'oya qo'llaydi. Mana bu yerdan to'g'ridan-to'g'ri gradientni mana bunga jo'natadi. Sababi bu unitda asosiy maqsadi rasmni, demak, generatsiya qilish emasda, rasmni xaritalash hisoblanadi. Rasmni xaritalash nima degani? Rasmda masalan semantic segmentation degan masalani biz ko'rmadik. Segmentation. Hop, semantic segmentation degan mana narsa. Ranglarga ajratib chiqadi. Mana bu deb ranglarga ajratib chiqadi. Mana shu yerda unit ishlatiladi. Nima uchun unit qulay bu yerda? Sababi unit mana bu yerga har birovga xarita chiqaradi. Mana bu yerda ham xuddi shu narsani biz olyapmiz. Buni keyin mana bu yerga qo'llaymiz. Mana bu yerdan chiqqan bunga qo'llaymiz. Va natijada xuddi mana shunday narsa chiqaramiz. Unit degani mana o'lchami uyga o'xshash. Bu yerdan sekin keladi, pasayib yana ko'tarilib ketadi. Mana shu arxitektura demak unitni arxitekturasi hisoblanadi. Asosiy maqsad demak rasm qanday kirgan bo'lsa, o'shanday o'lchamda bitta yana rasm chiqarish kerak. Demak, o'sha chiqarilgan rasm bilan mana bu kiruvchi rasm o'rtasida qandaydir bog'lanish bor. Masalan, eng sodda holatda mana bu yerda semantic segmentation, mana bu yerda nimalar bor? O'shalar har xil ranglarga bo'yab chiqish uchun ishlatiladi. Xo'p. Endi mana bu yerda yana ko'rsatyapti buni boshqa ko'rinishda. Hammasi bir xil deyarli. Xo'p, endi bu yerda unitga o'tibdi. Nima deb aytyapti, qaraylik. Xo'p, unit. Biz demak forward process qildik. Unit modelni endi nima qilishimiz kerak? Ta'riflashimiz kerak nimaligini. Xo'p, arxitekturasini aytdik, imagedan imagega o'tkazadi. Segmentation, style transfer. Style transfer degani nima degan narsa? Bu narsalarni ham menimcha ko'rdik. Yana style transfer. Mana ko'rsataman mana. Mana bu rasm berilgan, mana style transfer qilyapti. Mana rasm berilgan, unga mana style transfer qilyapti. Mana bu content haqiqiy rasm. Mana buning demak stilini o'zbek tilida aytadigan bo'lsak, mana bunga o'tkazyapti, qarang. Bunga o'tkazyapti. Rasm. Mana bu yerda xuddi shu narsa. Mana mushuk, mana buni stilni o'tkazyapti. Xo'p. Mana shu narsani stil transformatsiya qilish deyiladi. Xo'p, o'shalar uchun ham ishlatiladi. Sababi mana bu rasm bilan kiruvchi rasm bilan chiquvchi rasm bir xil bo'lishi kerak. O'sha narsani demak style transfering deyiladi. Xo'p. Endi bu yerda mana buni aytyapti. Mana bu yerda downsampling
qismi bor. Unit arxitekturani davom ettirib, mana buni o'lchamni kichraytirib ketadi-da, xaritlar sonini ko'paytirib, keyin mana bu yerga kelgan payt to'xtaydi-da, iziga qarab kattalashtirib boradi. 60, 16, 32, 64, 128 haqiqiy o'lchamga chiqaradi. Mana bu yerda har doim rezidentning nimasini qo'llab ketaveradi. O'shanda nima gradiyentlar yaxshi ishlaydi va natija yaxshi chiqadi. Hop. Endi bu haqida biz mana bu yerda tushuntiryapti. Demak, unitni ishlatar ekanmiz. Demak, bu sababi bizning kiruvchimiz bilan chiquvchimiz bir xil bo'lishi kerak. Ya'ni o'lchamimiz mana bu yerda kirayotgan o'lcham bilan mana bu yerda chiqayotgan o'lcham bir xil bo'lishi kerak. O'sha denoise qilish uchun, shovqinlar qilish uchun. Hop, demak, mana bu yerda aytyapmiz. Demak, o'lcham, rasmiy o'lchami, demak h, demak C kanallar soni h, demak balandligi, W demak qalinligi yoki eni. Demak, har bir demak rezident blok unitda demak alohida mana buni oladi. Buni aytyapti. Narsani oladi. Buni tushuntiryapti mana bu yerda. Va undan tashqari mana bu yerda bitta narsani aytyapti. Boshqa narsani aytayotgan ekan. Each resonant block in the unit will also take an additional vector, call it context for conditioning. Will generate the context vector by encoding the diffusion, time step and text prompt. Hop, nima narsa? Mana bu yerda har safar mana bunga qiymat kelyapti, e'tibor qilayotgan bo'lsangiz. Mana shu narsalar qilayotgan vaqtda, qiymatlar kiritayotgan paytda, demak, biz o'z aslida nima qilishimiz kerak edi, o'sha haqida gaplashaylik. Biz shunday bir tekst kiritishimiz kerak. Kiritilgan tekstimizga mos rasm generatsiya bo'lishi kerak. Tushunasizmi? Masalan, mana buning rasmini, mushukning rasmi, mushuk demak oftobda isiryapti. O'shani yozsangiz, qaysidir ma'noda mushukni rasmini oftobda, ya'ni quyosh chiqib turgan holatda nima qilib berish kerak, generatsiya qilib berish kerak. O'sha yerda demak generatsiya qilinayotgan rasm demak tekstga bog'lanyapti. Tekst asosida rasm generatsiya qilinyapti. Mana shu narsani shakllantirish uchun biz o'sha tekstni demak prompt deymiz. Buni text prompt degani o'sha matn bersangiz o'sha narsa prompt deydi. O'sha promptni olib demak rasmga qo'llashimiz kerak. Bu rasmga qo'llashimiz uchun biz tekstni vektor ko'rinishga o'tkazishimiz kerak. Demak, mana shu kontekst vektorni hosil qilishimiz uchun, ya'ni nima kontekstga asosan rasm generatsiya qilmoqchi, vektorni hosil qilishimiz uchun birinchi har bir diffusion qadamini olamiz va tekstni olamiz. O'sha ikoning demak ikon enkod qilamizda, ya'ni vektor ko'rinishga o'tkazamiz. O'shani kontekst vektor deb har safar demak nimaga qo'llaymiz? Rezidentga qo'llaymiz. Demak, bu degani rezidentning har bir blogi, demak har bir rezident blok unitda demak qo'shimcha vektor oladi. Bu vektor mana bu tekst bilan demak o'sha time stepda hosil bo'lgan kontekst vektorlar bo'ladi. Hop. Endi run the below code to get rough outline for unit architecture. Each represents block. Endi mana bu yerda nimani ko'rsatyapti? Bizda kontentda yo'q bu narsa. Xatolik beradi, sababi rasm hali yo'q. Bunday folder name yoki rasm haqida bizda ma'lumot yo'q. Bu yerda demak qayerdadir o'sha rasm bo'lishi kerak. Mana images. O'sha rasmni ko'rsataman. Unit negadir yo'q ekan. Qiziq. Mana bu yerda ekan arxitekturasi. Mana shunday ko'rinishda. Rasm mana shu. Hop, mana rasm keladi. Hop, rasmni biz kanal shu qatlamga o'tkazamiz. Mana bu yerda 3 deydi. Mana bu 3 emas, endi dita bo'ladi. Mana bu h bilan w o'zgarib ketaveradi, sekin kelaveradi. Hop, mana bu yerda har bir qizil blok deyapti. Hop. Demak, arxitekturani olish uchun qiling deyapti. Hop, asosiysi each read box represents resident block containing 2 or 3 convolution layers. Maintains a special reserve context. Bu yerda o'sha narsa tashlab ketilibdi. Mana bu condition, ya'ni text conditioning bilan yoki noisening conditioni, demak vektorlar tashlab ketilibdi. Shunchaki biz ko'rgan nima bilan bir xil chiqibdi, hech qanday farq qilmabdi. Hop, endi davom etamiz. Mana bu yerda yana ba'zi narsalar yozildi. Additional arrows illustrates skip connections. Biz skip connectionlarni ham tushuntirdik boya. Demak, quyga o'tamiz.
Demek implement unit method in unit to define the upsampling and downsampling blocks of unit model and then test it below. Demek biz unitni nima qilishimiz kerak ekan, implementatsiya qilishimiz kerak ekan. Agar demak natijalarimiz to'g'ri bo'lsa, u holda biz xatolik ko'rmasligimiz kerak ekan. Demek calling demek mana unit the condition the dimension demek ki unit hosil qilish kerak. Hop, mana bu yuqoridagi figuraga nisbatan. Hop, mana bu arxitektura bo'yicha ishlar ekanmiz. Arxitektura juda sodda ekan. Bitta, ikkita, uchta, to'rtta, beshta blokdan iborat ekan. Ya'ni unitni har haqiqiy arxitekturasi menimcha olmayapti. Qisqaroq, demak soddaroq arxitekturani olyapti. Demak, shu bo'yicha ishlaymiz. Demak, buning uchun unitni ochib olamiz. Hop, unit mana unit klassi. Hop, bu yerda unit klassining konstruktorida qarang, e'tibor qilayotgan bo'lsangiz dim bor. Bu yerda dim mana shu kiruvchi o'lchov hisoblanadi. Hozir tushuntiramiz aynan dim nimaligini. Ya'ni bu yerda dim mana 2 deb shunchaki test uchun ko'rsatgan, lekin aslida dim bu yerda mana shu nimaga kiradigan o'lchov. Keling, mana shu yerda tushuntiraylik. Dim deganda mana bu narsani nazarda tutmoqda. Mana bu yerda 3 bo'lsa, mana bu yerda o'sha 6. Ya'ni kanallar soni nechta bo'ladi, o'sha narsani nazarda tutyapti. Keyin mana bu yerda o'sha dim o'zgarmaydi. Masalan, boshda 3 ta bo'lgan bo'lsa, mana bu yerda bitta o'zgarib oladi D-ga. Demak 3 dan D-ga chiqadi. Masalan, oldin 3 ta bo'lgan bo'lsa, endi filtrlar soni 20 ta. 20 taga chiqdi. 20 ta bilan ketadi. Mana bu yerda o'sha 40 ta bo'ladi. Mana bu yerda o'lchov 2 marta kamayadi. Mana bu yerda o'lchov yana o'sha holatda bo'ladi. 40 ta bilan ketadi. Mana bu yerda o'lchov 2 marta, 4 marta kamayib, birinchiga nisbatan, mana bu birinchiga nisbatan demak 4 marta ko'payadi. Bu degani mana bu yerda 20 ta bo'lgan bo'lsa, endi 80 ta bo'ladi. Va o'sha 80 ta mana kelib, keyin bizga qarab qaytib ketadi. Shu yerda dim degani mana shuni bildiradi. Boshda 3 ta bo'ladi. Ya'ni kanallar soni. E'tibor qilgan bo'lsangiz, mana bu yerda kanallar sonini alohida qo'yib qo'yibdi boshda 3 ta. Keyin dimni, mana bu dimni. Mana bu yerga qo'ygan birov init convolution hisoblanadi. Mana init convolution. Mana shuning uchun demak bu init convolution hosil qilyapmiz. Birinchi qilayotgan ishimiz. Hop, birinchi 3 ta kanaldan demak dimda, ya'ni dim deganda shuncha kanal chiqaryapmiz. Hop. Mana bu demak convolutionda 3-qatlam kernelda o'lcham ekan, 3 ekan. Padding 1 bu degani nimaning o'lchamini o'zgartirmaydi. Mana bu yerda h bilan w kirsa, h bilan w chiqadi. Bu yog'i shu h bilan w shu yergacha keladi. Keyin 2 marta kamaytiramiz. Hop. Undan keyin o'tamiz. Undan keyin kanallar soni shunchaki selfga olib olyapti va mana bu yerda dimsni hosil qilyapti. Bu narsa nima? Shu narsani ozroq tushunish kerak. Dims mana bunga kirayotgan kanallar soni nechta bo'ladi? Mana bu yerda kanallar soni dita. Bu ham dita, bu ham dita. Mana shu yerda shu narsani hosil qilyapti. Keling, buni alohida bitta nimaga o'tkazib olaylik, tomonga o'tkazib olaylik-da, saligini kengaytiraylik. Shu yerda ko'rdi. Xo'p, menimcha sizlarga mana bu kodlar ham saligini kichkina ko'rinayotgan bo'lishi mumkin, shuning uchun buni ham saling kattalashtirib olamiz. O'shanda yaxshiroq ko'rinadi. Requirement o'chiramiz. Xo'p. Mana buni saling kattalashtiramiz. Bizga kerak emas uncha narsa. Xo'p. Endi demak mana bu dini tushundik nimaligini. Mana bu yerda nima ish qilyapmiz? Bu yerda dims bu har bir qatlamga kirayotgan kanallar sonini bilishimiz kerak, nechtalik. Har bir qatlamga nechtadan kanal kiryapti. O'sha narsani nima qilamiz? Bilib olamiz. Xo'p, birinchisi dim mana bu. Mana bunga dtek. Bu qisas mana bunga. Mana bu ham qatlam o'zi aslida, lekin buni qatlam sifatida emas, bloklar sifatida qarayapmiz. Ya'ni buni bloklar sifatida, mana bu dims bu bloklar uchun ketadi. Ya'ni bundan bu yog'iga bo'ladi oxirigacha. Hop, oxirida mana bu final convolutionga qaramaymiz, shu yergacha. Shu yergacha qaraymiz. Shuning uchun mana bu yerda bunga kirayotgani d bo'ladi. Shuning uchun buni qo'yib olyapmiz dimni. Keyin mana bu dim multis degan narsa bor. Bu nima qiladi? Kanallarni nechtaga ko'paytiradi. Birinchi kanal yuqorida aytdik dita bo'lgan bo'lsa, undan keyin shunchaki ko'paytiradi. Mana bu dita bo'ladi, undan keyin 2 ta dita bo'ladi, undan keyin 4 ta dita, keyin 8 ta dita bo'ladi. Xo'p, hozir buni yana pastga tushib payt yana bir tushuntiramiz. Mana birinchi dim bo'ladi, undan keyin mana bunga ko'payadi. Birinchi 2 ta bo'ladi, keyingisi 4 ta bo'ladi, keyingisi nima bo'ladi. Endi qisqasi mana bu yerda hozir nima bo'lyapti natija desangiz, shu yerda shunday narsa hosil bo'ladi. Dimsda birinchi 3 ta bo'ladi, keyin yana 3 ta bo'ladi. Undan keyingisi 6 ta filtr bo'ladi. Undan keyingisi 8 ta 4 ko'paytirsa 12 ta filtr bo'ladi. Keyin 4 ko'paytirsa 32 ta filtr bo'ladi.
birlar soni mana shunday bo'ladi. Boshda 3 ta, keyingisi 3 ta, keyingisi 6 ta, keyingisi 12 ta, keyingisi 32 ta bo'ladi. Xo'p, endi bu shunchaki hozircha deymiz degan o'zgaruvchi. Undan keyingi narsa har bir demak o'lchovda, ya'ni rasmning yoki xaritaning o'lchamini kichraytirgan paytimizda mana down sample qismi edi. Eslasangiz down sample bor, up sample bor. Down sample degani rasmning o'lchamini qisqartirib ketamiz. Up sample o'sha rasmning o'lchamini kattalashtiramiz. Xo'p, o'sha yerda mana bu yerda aytyapti, o'sha har bir down sample'da bitta down sample, ikkita down sample, uchta down sample. O'sha down sample, demak ikkita down sample mana bu. Down sample bo'lgan paytda qanday o'lchovda kichraytiramiz? O'sha narsani qilib olyapmiz. Buning uchun nima qilamiz? Dimsni olamiz. Hop, dimsdan mana bu yerdan boshlaymiz. Qarang, mana bundan emas, mana bu yerdan boshlaymiz. To'g'ri, bundan emas, bundan boshlaymiz. Hop, layer block 1, layer block 2 va hokazo. Shundan boshlaganimiz uchun oxirigacha boramiz. Oxirida bitta kam qoladi. Ya'ni oxirigacha bo'lmaydi, mana bungacha boramiz. Shuning uchun -1 dan boshlaymiz. Keyin mana buni 1 dan boshlaymiz. Ya'ni chiquvchi sifatida. Bu har bir o'sha mana bunga kiruvchi va chiquvchi qatlamlar soni nechta bo'ladi? Down samplingda. Mana shuni bildiramiz. Bu. Hop. Shuning uchun mana bu yerda -1 gacha, mana bu yerda 1 dan boshlaymiz. Bu mana buni hisobga olish uchun. Keyin buni zip qilib olyapmiz. Zip qilgan paytda ikkovini o'lchovini qo'yib beradi, ketma-ket. Natijada mana bu narsa hosil bo'ladi. Xo'p, endi xuddi shu narsani input outputni upsampling uchun qilib qo'llaymiz. Mana bu yerga, bu yog'iga. Bu yerda o'sha joy almashadi. A bilan B ning joyi almashadi. Mana bu yerda o'sha A bilan B ning joyi almashgan yo'q. In outda shunchaki A bilan B ning joyini almashtirib teskarida yozib qo'yamiz. Shuning uchun mana shunday ko'rinish yozyapmiz. Endi encoding time step bor, ya'ni mana bu yerda rasmlarimiz bor. Har bir qadamda, birinchi qadam, ikkinchi qadam, uchinchi qadamda har xil rasmlar hosil bo'lgan. O'sha rasmlarni bitta encoding qilib beradigan sequential demak qatlam olyapmiz. Bu MLP qatlam, ya'ni multi-layer persistent transformlanadi. Mana bu yerda sinusoidal position embedding. Bu nima qilib beradi? Bizga o'sha kelgan narsani vaqt bo'yicha demak enkod qilib beradi. Ya'ni ketma-ketligi borda, bundan keyin bu hosil bo'lgan, bundan keyin bu hosil bo'lgan, bundan keyin bu hosil bo'lgan. Bundan keyin to'g'ridan-to'g'ri buni hosil qilish mumkin, faqat kattaroq shovqinda o'chirishga to'g'ri keladi. Shuning uchun ketma-ketlik bo'lgani uchun mana bu yerda positional embedding qo'llab olyapmiz. Mana bu yerda birinchi. Mana x kelyapti. X kelgandan keyin uni olib, unga position qo'llab natijani chiqaryapmiz. Bu oddiy narsa. Oldingi darslarda o'sha position embeddingda transformerlarda ozroq tushundik. O'sha bilan deyarli bir xil narsa. Shuning uchun bunga qarab o'tirmaymiz. Hop, quyiga o'tamiz. Unit mana. Unit bo'lganidan keyin, undan keyingisi text. Biz tekst yozishimiz kerak edi aslida, bironta tekst kiritishimiz kerak. O'sha tekstga mos rasm generatsiya qilib berish kerak edi. Masalamiz shu edi. Ya'ni rasmlarni generatsiya qilayotgan paytda mana shu narsalar bilan qilishimiz kerak. Endi umuman olganda videolarni ham xuddi shunday generatsiya qilishadi, tekstga qarab qayta-qayta generatsiya qilinishadi. Endi biz yuqorida aytdik, bitta demak rasm bo'lsa, demak videoni ham o'shanga qarab generatsiya qilish mumkin. Ya'ni sababi video rasmlar to'plami hisoblanadi. 1 sekundda masalan 20 ta 30 ta video bo'lishi mumkin. Hozirgi mana yozilayotgan videoda 1 sekundda 30 ta rasm bor. Hop. Bu yerda o'sha ketma-ketlik sequential bitta condition dimension, context dimension o'tkazyapmiz. Hop, o'tkazganimizdan keyin bitta chiziqli qatlam, bitta gelu, keyin yana bitta chiziqli qatlam. Hop, endi probability of dropping the condition during the training. Demak, o'rgatayotgan paytimizda dropout qatlam qo'yamiz. O'sha yerda qanchadir demak mana bu yerdan kelayotgan demak qiymatlarni nol qo'yib yuboramiz. Mana shu narsa. Hop, keyin mana bu ikkita modulimiz bor. Modul listimiz. Birinchisi bu mana bu tomonga, down sample-ga. Ikkinchisi modul listimiz up sample-ga. Bu to'liqcha ketadi. Down sample degan aynan mana bu qismi mana bu tomoni down sample mana bu tomoni hisoblanadi. Shu yerdan shu yergacha hisoblanadi. Mana bu yergacha desak ham bo'ladi. Keyin up sample mana bu qismi hisoblanadi. Bu yoq hisoblanadi. O'sha narsani qilishimiz kerak. Hop. Birinchi qiladigan qismimiz down sample block. Down sample block osonroq, sababi down sample blockdan chiqqan narsa shunday bunga kiritib qo'yamiz, bo'ldi. Hop. Mana bu yerda yozyapti, create one unit down sampling layer down block as a model list. It should be a model list of 3 blocks: resonate block, down sample. Hop. Mana bu hammasi sinflar yozilgan. Resonate block, down sample degan bloklar yozilgan bo'lishi kerak. Yuqoriga qaraymiz. Hop. Mana down sample
demak, to'g'rirog'i shunday quyuga tushib, qidirib topsak yaxshi bo'ladi. ResNet blogimizda qidirsangiz, albatta klass deb qidirganimiz ma'qul. ResNet blog like with context dependent feature modulation. Xo'p, bu nima? Bu mana dimension bor, kiruvchi kanallar soni bor, chiquvchi kanallar soni bor. Kiruvchida nechta kanal bor, chiquvchida nechta kanal bor. Keyin context dimension bor. Biz yuqorida aytdik, har bir nima shu kontekstda qiymat oladi. Ya'ni bu kontekst deganda o'sha mana bu yerdagi rasm bitta kontekst, ikkinchisi tekst, matn. Qaysidir qadamdagi demak rasm va qaysi o'sha rasmga mos tekst. Xo'p. Mana bularni saqlab olyapmiz selfga. Undan keyin mana MLP qatlam oldik. MLP qatlamdan nima bo'ladi? Sequential, liner layer shunchaki. Bu nima qiladi? Context dimensiondan keyin dim out chiquvchilarni ikkiga ko'paytiradi. Context dimensionni mana shu dim outga to'g'ri kelyapti. Xo'p, mana bu yerda agar context dimension mavjud bo'lsa, hop exist degan funksiya bor. O'shaki nima qiladi? X agar nandan farqli bo'ladigan bo'lsa exist, bo'lmasam exist emas bo'ladi. Bu oddiy funksiya, shuning uchun narsaga nima qilmaymiz. Hop, quyga o'tamiz. Tushunayotgan narsamiz nima kerak? Keyin bu yerda blok. Hop, mana bitta blok. Dimension out chiqadi. Blok 1, blok 2. Mana bu narsalarni hosillaydi. Blok 1, blok 2. Ikkita blok bor. Keyin bitta downsample blok bo'lish kerak. Bu ResNet blokni o'zi mana ikkita blokni hosil qilyapti. Blok 1, blok 2. Hop, keyin ResNet convolution. Bitta dim out. Agar mana dim out bilan dim 2/1 teng bo'lmasa. Nima uchun buni qo'yyapti? Sababi chiquvchi bilan kiruvchi ikki xil bo'ladigan bo'lsa, bir xil qilib qo'ymasa bo'lmaydi. Shuni moslashtirish uchun mana bu narsani qo'yamiz. ResNet convolution bitta qo'yamiz. Aks holda identity, ya'ni bu degani agar ikkovining o'lchami dim bilan dim out o'lchami bir xil bo'lsa, bu yerga qo'shimcha blok qo'ymaymiz. Ya'ni o'lchamni bir xil qilmaymiz. Keyin bitta dropout qo'llaymiz. Bu dropoutni bir qo'yib qo'yibdi. Bunga qiymat ham bermayapmiz. Ahamiyati yo'q endi. Bunga ham dropout har qatlamiga qo'ysak, qanchadir demak model o'rgatish osonroq bo'ladi. Endi forwardga o'tamiz. Forward o'sha narsani qilyapti. Scale shift non demak kontekst agar bo'lishi ham mumkin, bo'lmasligi ham mumkin. Mana x har doim bo'ladi. Bu yoqda bundan oldin kelayotgan qiymat. Exist demak MLP mavjud bo'lsa, mana bu mavjud bo'ladigan bo'lsa, qarang bu ham mavjud bo'lishi mumkin, mavjud bo'lmasligi mumkin. E'tibor qilayotgan bo'lsangiz, MLP qaysidir ma'noda demak shunchaki tapliga o'xshatib yozibdi. Mana bu qovusni yozishdan asosiy maqsad mana bu yerda if ni mana shunday qilib yozish uchun. Aslida mana qovus ham kerak emas bu yerda. Mana bu if ni kiritish uchun mana qovus yozilgan. Agar kimdir Pythonda stulash tilida sarigani nima bo'ladigan bo'lsa, tushunmayotgan bo'lsa, mana shu qovusning asosiy maqsad. Agar qisqasi mana qovus o'qishsangiz, mana if ni bunday yozib bo'lmaydi-da. Xato qiladi. Shuning uchun shunday qovus qo'yib bo'ldi. Bu qovus hech qanday narsani bildirmaydi. Asosiy narsa MLP mana bu qiymatni olishi mumkin yoki none degan qiymatni olishi mumkin. Bu yerda shu MLP mavjud bo'lsa va kontekst ham mavjud bo'lsa, ikkovi ham mavjud bo'ladigan bo'lsa, bu holatda kontekst ham ML ham mavjud deb MLP dan kontekst o'tkazib olamiz. Kontekst o'tkazganimizdan keyin rearrange qilamiz. Rearrange bu nimaning summation hisoblanadi. Buni PyTorchdan olgan. Mana nops degan bitta operatsiya bor. Qisqasi mana bu narsa, bu amal nima deyiladi? Einsteinning summation deyiladi, ya'ni Einsteinning yig'indilari. O'zbek tiliga shunday tarjima qilsa bo'ladi yoki yig'indisi desangiz bo'ladi. O'shanday operatsiya bor. Qisqasi nima qilyapti? Batch size berilgan, keyin kontekst berilgan. O'sha batch size qilasiz. Mana buni bir-bir qilib olasiz. Bu degani nima degani? Oldin o'lchov batchga C bo'lgan bo'lsa, mana kontekstingizda qiymatlar batchga C bo'lgan bo'lsa, o'sha narsani mana bunday qilib olyapmiz. Buni olasan, batch qilasan, keyin C qilasan, keyin bir degan o'lchov qo'shasan. Sababi bizda map xarita bor, shu xaritani hosil qilishimiz uchun shu narsa kerak. Scale shift qo'yapti. Hop, context chunk deyapti, chunk 2. Dimension 1 bo'yicha. Hop. Bu narsa nimaga kerak desa, scale shift endi bu narsani o'qish kerak. Aynan nima uchun buni qo'yyapti? Men ham hozir bu narsani ayta olmayman. Scale'ni shift qilishdan asosiy maqsad nima kerakligini. Hop, kontekstdan ikkita scale shift hosil qilib olyapti xolos. Buni mana blok 1 da ko'rish kerak. Mana blok degan klass bor, o'sha yerga kirib scale shiftni nima uchun ishlatyapti. Chunk qilayotgan paytda dimension 1 bo'yicha, mana C bo'yicha demak
ikkita qismga ajratib olyapti mana bu bo'yicha. Kontekst bo'yicha ikkita qismga ajratayotgan ekan xolos. Mana bu yerda nima hosil bo'ladi bo'lsa, mana bu C ni ikkita qismga ajratadi. C taqsim 2, C taqsim 2 qilib bo'ldi. Mana shunday o'lchamdagi narsa paydo bo'ladi. Xo'p, mana blok 1 dan o'tkazyapti, keyin dropout ga o'tkazyapti, undan keyin blok 2 dan o'tkazyapti va H ni mana bu reznetga qo'shib qo'yapti. Xo'p, mana bu reznet X nima qiladi? Agar blokda dim out bilan dim teng bo'lmasa, demak mana buni qo'shib qo'yadi. Aks holda identity qo'yib qo'yadi. Bo'ldi, mana shu narsa. Xo'p, bu narsa nima? Bu reznet blok. Tushunyapsizmi? Mana blokning o'zida ham reznet bor. Mana bitta blokning ichida ham reznet bor. Shu narsani hosil qilmoqchi. O'sha demak reznetni blokni qo'yish kerak bo'ladi. Endi albatta mana blokka chiqib blokni ko'rsangiz ham bo'ladi. Blokda nima qilgan? Mana dim bor, dim out bor. Bitta convolution qatlam bo'ladi, u yerda dim bo'ladi, keyin dim out bo'ladi. Mana bu yerda demak o'sha filtrda o'lchami 3, dim 1. Demak mana bu reznet normalization degan narsa bor. Bu narsaga hozir to'xtalmaymiz. Bu yerda nima qilgan? RMS norm layer which is compute efficient simplified variant of layer normalization. Layer normalizationning bir turi hisoblanadi. Mana scale dimension shu ko'paytirib parametr mana bunday parametr qo'yadi, undan keyin normalize qiladi o'sha parametr bo'yicha. Xo'p, mana bu yerda g ni ko'paytirib o'sha bu yerda qaysidir ma'noda parametr hosil qilib o'shani o'rgatishga harakat qiladi. Shu normalization. Mana buning layer normalizationning bir qaysidir ma'noda turi hisoblanadi. Shunday tushunsangiz bo'ladi. Xo'p, mana blokda ketayotgandek, blok nima qiladi? Scale shift oladi. Mana projection bitta convolution qatlam. Uni demak oldin kanallar soni 3 deydi. O'shani qandaydir dim out kanallar soniga o'tkazadi. Undan keyin normalization bor. Mana normalizationni o'tkazadi. Bu layer normalization desangiz ham bo'ladi. Biz hamma normalizationni ko'rmadik. Normalization turi mana bu. RMS normalization. Keyin bitta GLU activation funksiya. Demak, mana shift mavjud bo'ladigan bo'lsa, shiftni ikkita qismdan ajratib oladi. Mana scale va shift. Scale va shiftni hosil qilgan scale shift ikkita qismga ajratyapti. Bilsangiz, mana bu yerda chunk bordi, o'sha chunkni o'shandan hosil qilgan. Mana chunkni ikkita qismga ajratganda, mana bu C bo'yicha ikkita qismga ajratib olgan. Ikkita qismga ajratgandan keyin bitta qismini scale, ikkinchisi shift deyapti. Xo'p, mana shu yerda o'sha scale shift qilib ikkita qismga ajratib, mana bu mavjud bo'lsa, keyin ikkini ko'paytirib qo'yib x ga scale plus 1 shift. Keyin activationni qo'llab qo'yapti, bo'ldi. Mana shundan demak blok hosil bo'lyapti. Demak, blok salgina murakkabroq blok with feature modulation. Mana shunday blok. Endi buni qanday qilish, tashkil qilish, mana qanday qilib to'g'irlash degan narsa savol kelsa, hamma har xil qilish mumkin. Mana bunday qilsak bo'ladi, bunday qilsak bo'ladi deyish mumkin. Endi bu yuqorida aytdik, qaysidir ma'noda odam o'ziga bog'liq. Buni kod yozayotgan odamga bog'liq. Keyin biz odatda agar haqiqiy loyihalarda bo'ladigan bo'lsa, loyihalarda imkon qadar tayyor funksiyalardan foydalanamiz. Yoki tayyor kutubxonalardan foydalanamiz, lekin zarur bo'lgan payt o'zgartirish kiritishimiz mumkin bo'ladi. Aks holda unday shart emas. Xo'p. Reznet blokda shu blokdan foydalanyapmiz xolos. Menimcha oxirigacha tushundik, aynan qayerda nima qilyapmiz. Demak, har biri bitta ikkita qism, ikkita blokdan tashkil topgan va ikkita blokning ichida ham reznet bor. Convolution ikkita blokdan o'tkazyapmiz, u ikkita blokdan o'tkazgandan keyin reznet blokka o'tkazib qo'yamiz. Mana bu shu narsani bildiradi. Endi mana bu uning asosiy maqsadi mana bu dimension bilan, ya'ni kanallar soni, kiruvchi kanallar soni bilan chiquvchi kanallar soni to'g'ri kelmasa, shuni moslashtirib qo'yapti. Endi unitni o'ziga qaytamiz. Xo'p, unit demak unitda mana bu qismni qilishimiz kerak edi. Ya'ni o'zi asli masalamiz bu edi. Biz o'sha narsani o'rganib chiqdik. Demak, bitta reznet blok, keyin yana bitta reznet blok bo'ladi. Demak, it should be a model list of 3 blocks. Reznet blok, keyin bitta downsample bo'lishi kerak. Hop. Demak, create one unit downsampling layer. Demak, mana down block bo'ladi. As a model list. Mana buning o'zi ham model list bo'ladi. Hop. Shuni yozamiz bitta. Demak, yerga qo'yamiz. Buning o'zi ham NNN module list. Model deymiz, model list bo'ladi. Buning o'zi ham shunday bo'ladi. Hop. Birinchi qismi mana bu reznet blok. Reznet blok. Bitta reznet blok. Hozir ichini to'ldiramiz. Keyin xuddi shu reznet blokning yana bitta va oxirgisi ham bo'ladi. U blok buni o'chiramiz. U bo'ladi
oxirgisi hop resident block downsample block. Downsample. Hozir downsample'ga ham o'tamizda. Downsample bitta funksiya o'shani tushunib, sizda nima borligini bir olamiz. Hop, resident block birinchi blokimiz nima bo'ladi? Hop. Har bir resident block dim in bo'yicha ishlaydi va dim channel out bo'ladi. Hop. Buni qayerdan olamiz? Mana dim in. Dim in. Hop. Out channel ham dim in. Kirish ham chiqish ham bir xil bo'ladi. Bu yerda. Demak va context ham o'tkazishimiz kerak. Mana context dimension, context dimension. Tushunib beramiz. Hop, o'zi context dimension. Context. Tushunali? Demak, mana blokka dimension ichkariga kiruvchi, chiquvchi context dimension qo'yamiz. Hop, endi bundan ikkita. Endi mana buni qayta to'ldirib yotmadim, shunchaki ko'p yoqib qo'ydim. Endi downsample'da bir ko'rib chiqamiz. Downsample'da nima bor? Downsample'ga qaytamiz. Downsample qarang, e'tibor qiladigan bo'lsangiz, bitta convolution qatlab mana dimension keladi. Dimension kelgandan keyin mana default deymiz. Default bu funksiya, hozir ko'rsatamiz. Default degan funksiya nima qiladi? Val bilan d ikkita o'zgaruvchi bersangiz, val agar none dan farqli bo'ladigan bo'lsa, valning o'zini qaytaradi. Agar val none bo'lib qoladigan bo'lsa, d ni mana bunday qavs qilib chiqaradi. Agar d callable bo'lsa, aks holda d. Xo'p. Endi bu ham nima? Callable degani nima degani? Callable bu yuqorida bitta funksiya bo'lishi kerak. Callable degan funksiya bir qisqasi, mana bu d funksiyami, funksiya emasmi shuni bilyapmiz. Agar bu d funksiya bo'ladigan bo'lsa, d ni funksiya sifatida chaqiradi. Agar d funksiya emas bo'lsa, uni d qilib chaqiradi. Oddiy o'zgarish bo'lsa, d ni o'zini qaytaradi. Mana shuni endi bu yerda bir tushunish kerak o'sha tomonda. Ozroq demak mehnat qilishga to'g'ri keladi. Masalan, men kod yozib ketyapman, bu o'zim tushunganim uchun. Agar siz chuqurroq tushunaman desangiz, shu narsani qilishingiz kerak bo'ladi. Hop, defaultda o'sha narsa. Mana dim out bilan dimni hosil qilib olishdan asosiy maqsad shu. Demak, buni convolution keladi, keyin dim out yoki dimni qo'yamiz. Kernel size 2, strider 2 bo'ldi. Bu nima qiladi? O'sha kernel size 2, strider 2 bo'lgan paytda mana bu o'lchamini oldin, demak 32 bo'lgan bo'lsa, endi 16 ga 16 ga tushirib beradi. Bo'ldi. Bitta mana shu yerda shu narsa. Xo'p, endi unitga qaytamiz. Unitda buni downsample qismini qaysi ma'noda yozib bo'ldik. Bitta mana shu narsani yozishimiz kerak edi. O'sha narsani oxirida bunga qo'shib qo'yamiz. Xo'p, yana bitta o'qib ketamiz. Agar buni joyda xato qilib qo'ygan bo'lsak, o'sha narsani qo'yishimiz kerak. Xo'p, make sure to exactly follow this structure of model list in order to lose the pretrained checkpoint. Xo'p, bu yerda pretrained checkpoint bor ekan, ya'ni oldindan o'rgatilgan model bor ekan, o'sha narsani ishga tushiramiz. Agar oldindan o'rgatilgan model bo'lmasa, natijalarimiz birinchidan chiqish qiyin bo'ladi, ikkinchidan o'rgatishga ham ko'p vaqt ketadi. Ba'zi bir odamlar o'sha narsa, ya'ni qurilma mavjud bo'lmasa, tayyor, demak, o'sha checkpointdan foydalanib natijalarni ko'rib qo'ysa ham menimcha yomon bo'lmaydi. Albatta foydali deb o'ylayman. Hop, endi keyingisi middle block debdi. Middle block mana bu. Middle block nima qiladi? Middle block dimension 1 da oladi. Mana bungacha bo'lgan qismini oladi. Mana bu oladi. Keyin middle block birinchi blok, mana resident block oddiy, dimension mid block bir xil chiqaradi, context. Bu yerda hech qanday o'zgarish bor? Yo'q. Ikkinchisi ham xuddi shunday, ikkita resident bir xil resident qo'yiladi, keyin bu yoqqa o'tamiz. Endi upsampling. Mana bundan bu yoqqa o'tib ketamiz. Xo'p. Create upsampling blocks by exactly mirroring the downsampling blocks. Bu degani nima degani? Aynan xuddi o'zday qilib, mana buni bunga mirror qilamiz. Ya'ni oyna. Mirror degani oyna. Ya'ni ko'zgu qilib aksini bu yoqqa chiqaramiz. Xo'p, buni hosil qilishimiz uchun yuqoridagi xuddi shu narsani qilamiz. Bu yerda ham shu narsa yozilgan module list qilamiz. nn.module list bu yerga ham o'sha list qo'yamiz. Birinchisi resident block. Resident block bo'ladi. Birinchisi upsample bo'ladi. Birinchi upsample, keyin ikkita resident block, keyin upsample, keyin yana ikkita resident block. Upsample oddiy narsa. Bu yerda upsample ham yana yuqoridagidek funksiya. Bitta funksiya qo'yilgan, demak dim out keladi. Xuddi shunday screenshot qilamiz. Upsample degan bizda nimamiz bor edi? Convolution qatlamimiz bor edi. O'shani qo'yamiz. Scale factor 2 mod bilinear. Xo'p, mana bu yerda upsample qilayotgan paytda rasm nuqtai nazaridan qilyapmiz. Bu upsample degani rasmda hop, rasmlarda shunday bir rasmni o'lchovini kichraytirish, kattalashtirish bo'yicha deterministik modellar bor.
yoki algoritmlar bor. Qanday qilib rasmni o'lchamni kattalashtirish mumkin, kichiklashtirish mumkin. Bu yerda o'sha upsample'dan foydalanyapmiz. Biz bu narsa haqida umuman gaplashmaganmiz. Bironta rasm bersa, o'sha rasmni o'lchamni kattalashtirish mumkin. Byliner degani o'sha usuli, qanday usulligini scale factor 2 deyapti, 2 barobar kattalashtiradi. Oldin 32 bo'lgan bo'lsa, mana bu yerga chiqayotgan paytda endi o'shani 64 qiladi. Hop, keyin bitta convolution qo'llayapti. Convolutionning o'lchami dim. O'lcham default, yana o'sha o'lchovga to'g'ri chiqarish uchun dim yoki dim out chiqarish uchun padding 3 qo'yapti. Pad 3 kernel size qo'yapti, paddingga 1 qo'yapti. Bunda o'lchov o'zgarmaydi. Maqsad mana shu. Mana bu byliner degani bu deterministik model, hech qanday convolution degan narsa yo'q. Bu oddiy algoritm. Qanday qilib o'sha rasmni o'lchamini kattalashtirish mumkin deganga mana shundan foydalanadi. Endi buni algoritmlarni balki keyinchalik noldan o'rgangan paytimizda ba'zi bir joylarda o'sha byliner qilib o'rgatarmiz. Aslida nimaligi haqida bu yerda gaplashmadik. Xo'p. Bu yerga o'tamiz. Bu yerga upsample qo'yamiz birinchi navbatda. Birinchi blokimiz bo'ldi. Upsample. Xo'p, bu yerda nima berishimiz kerak? Birinchi dimni berishimiz kerak. Dim in. Keyingisi dim out. Dim out. Xo'p, keyingisi context bo'lish kerak. Context yo'q ekan. Bu yerda context upsample'da context kerak emas ekan. Buni bu yoqqa o'tkazib qo'yamiz. Sababi bitta qatorda qisqar ekan. Undan keyin resnet blok xuddi shunday oldingi bilan deyarli bir xil. Bu yerda o'sha dim in, dim out, keyin context animation. Mana shundan ikkita. Bo'ldi, mana shu narsani tushuntirgan. Xo'p, yana o'qib chiqamiz. Sababi bitta joyda xato qilsangiz o'sha checkpointda muammo bo'lib qolishi mumkin. HP the model list of upsample resnet block. Xo'p, downsample block. Don't forget to account for skip condition by having dim. Don't forget to account for the skip conditions by having to dimension. Xo'p, mana bu skip conditionlarda o'lchov 2 barobar oshar ekanda, dimni 2 ga ko'paytirib qo'yishimiz kerak ekan. Xo'p, o'shaning uchun qayerda 2 ga ko'paytirar ekanmiz? Ha, mana bu yerda ko'paytirar ekanmiz, qarang. Mana bu yerda. Demak, resnetga mana bu yerda 2 ko'paytirgan qo'yar ekanmiz. Tushunarli? Mana bundan bunga o'tayotgan paytda mana bu narsani olganimiz uchun 2 ga ko'paytirib qo'yar ekanmiz kanallar sonini. Nima uchun? Sabab mana bu yerda 3 ta kanal bo'lsa yoki 16 ta kanal bo'lsa, mana bu yerda ham 16 ta kanal bor. Bu yerda kanal bilan bu yerda kanalni shunday ustma-ust qo'shmasdan ketma-ket bog'lab qo'yamiz. Ketma-ket bir-biriga ulab qo'yar ekanmiz. O'shanda kanallar soni 16 ga 16, 32 bo'lib ketar ekan. Shuning uchun mana bu yerda kanallar soni 32 ta bo'ladi. Demak, nimaga dim out ga kanallar sonini shunga oshirib qo'yapti? Kiruvchiga qilishimiz kerak emasmi? Demak, bunda chiqayotganiga kanallar sonini oshirmoqchiman. Xo'p, demak, chiquvchiga nisbatan kanallar sonini menimcha qo'llayapti shekilli. Bunga kiruvchi, mana bu kiruvchi bo'lish kerak yoki chiquvchini nazarda tutyaptimikan? Ha, mana bu chiquvchi ekan. Bitta narsaga tushuntiraylik. Mana bu bunga initga kiruvchi, initdan chiquvchi DHW ekan. Mana bu chiquvchini bildirar ekan. Shu nuqtai nazardan mana buni 2 ga ko'paytirib qo'yamiz. Mana bu yerda 2, mana bu yerda 2. Chiqayotgan paytda qaysi ma'noda 4 bo'ladi. Shuncha shunday. Hop, menimcha bu yog'i to'g'ri. Umid qilamiz shunday deb. Agar to'g'ri bo'lmasa, keyin yana to'g'rilaymiz. Bu nima deymiz? Qaysidir ma'noda kod yozayotganda xuddi shunday bo'ladi. Ayniqsa birovning kodini yozayotgan paytda shunday sekin-sekin o'rganiladi. Bundan mo'naganda xavotirlanib, demak, qo'rqish kerak emas. Endi albatta, demak, shu keyin bo'ladi. Shuning uchun o'rganayotgan vaqtda sekin-sekin bo'ladi. Xo'p, endi keyin qismga o'tamiz. Bu yerda ko'ramiz aynan nimalar yozishimiz kerak. Yozadigan narsamiz salgina ko'proq. Xo'p, bu yerda aytibdi. Initni implement qiling to define upsampling and downsampling of blocks. Xo'p, sen test it below. If your implementation is correct, you should not see any error. Calling units, it should successfully create a unit. All corresponding to architecture in shown figure. Xo'p, tekshirib ko'ramiz. Faqat mana shu init qismini qilib tekshirib ko'rsak bo'lar ekan. Mana shu eng yaxshi narsa. Agar buni unit test desa ham bo'ladi. Ya'ni unit test degani nima degani? Bitta qismni yoki bitta bo'limni tugallaganingizdan keyin o'sha yerda test qilib ko'rasiz.
keyin o'shanday qolgan testni qolgan qismini yana boshqa bitta bo'limda qilasiz, yana bitta boshqa bo'limda qilasizda sekin test qilib ketaverasiz. Va oxirida integrated test bor. Ya'ni hammasini bitta integratsiya qilasiz, bitta test qilasiz. Yoki bitta bo'limda integratsiya qilasiz, 3-4 ta bo'lim bitta qilib integratsiya qilasiz, u test qilasiz. O'shanday qurasiz. Bu yaxshi g'oya. Qani tekshirib ko'ramiz? Min qilamiz biz ham to'g'ri chiqdi deb. Bu yerda xato down sample is missing one required position argument dim. Hop down sample deb xato qilibmiz. Down sample pastda edi. Ha, mana bu yerda ko'p gapirib, demak, o'sha down sample'da required argumentni unutib ketibmiz. Dim ham dim out'ni unutib ketibmiz. Dim in, dim out. Unutib ketib shuning uchun xato aytyapti. Mana down up sample'da shuni qo'ygan ekanmiz. Qani tekshirib ko'ramiz? Hop, assertion error beryapti. Dimension don't match. Hop, upsample dimension bilan expected upsample dimension bir xil bo'lishi kerak edi. O'sha narsalar demak ikkovida xil chiqibdi. Hop, 4 8 8 4 4. Demak, bizning holatimizda bir chiqib ko'ramiz, aynan nimaga kelsa xato chiqyapti ekan. Qarang. 8 8 8 8 8 ketyapti. Xuddi o'sha narsani aytgani yo'qmi? Demoutga 2ni ko'paytir deganda, nega? 2ni ko'paytirsak xato beryapti. Va buni 8 4 8 8 4 8 4 2 8 4 8 4 2 8 4 2 8 qisiq. Shuni pastga qo'yib olaylik. Os solishtirib ko'ramiz, keyin davom ettirsak menimcha ma'qul bo'ladi. Xatoligini topib davom ettiramiz. Demak, biz xatolikni topdik, to'g'rirog'i biz yozgan kodimizdagi bitta mantiqsizlikni topdik. Mana bu yerda yuqorida ko'rdik, o'lchovni tekshirishganda, demak, kiruvchi bilan chiquvchi o'lchov bir xil bo'lsa, mana uni ikkiga ko'paytirishgan. Nima uchun? Oxirgi blokda o'sha narsa bor, qolganida yo'q. Bizning natijamizda ham xuddi shunday muammo bo'lyapti. Oxirgi blokda mana shu narsani xato qilayotgandik. O'shani to'g'rilab qo'ydik xolos. Xo'p, buning sababi yuqorida ham mana bu rezident bloklarda xuddi shu narsani tekshirishgan. Dim out bilan dim in bir xilmi, bir-biriga tengmi, bir-biriga teng emasmi, shunga o'xshagan shartlar qo'yishgan. Shuning uchun biz ham mana shu narsani kiritib ketdik. Endi buni chuqur tushunish uchun aytganimizda yana kodni qayta ko'rib chiqish kerak. Aynan nima uchun o'sha ikkita kiruvchi bilan chiquvchi bir xilmi, bir xil emasmi, o'shani tekshiryapti. Va o'shanga qarab yoki chiquvchining o'lchamini yoki kiruvchining o'lchamini olyapti. Hop, demak, ko'p chiqish kerak bo'ladi. Shuning uchun bu yerda demak biz alohida kiritib ketdik. Chiquvchini mana kiruvchining o'lchami teng bo'lib qolsa, oxirgi blokda holatda uni kiruvchini ikkiga ko'paytirib qo'yapmiz. Aks holda shu o'zi bo'ladi deb qarayapmiz. Hop, mana shu narsani demak e'tiborga olib qo'yish kerak mana bu blokda. Hop, endi qaytamiz. Mana bu yerda testimiz muvaffaqiyatli o'tdi. Mana bu yerda biz kerak joylarni o'chirdik. Mana hech qanday muammosi yo'q. Endi forward qismini to'ldirishimiz kerak. Forward qismi sal yana qiyinroq, o'sha narsani qilib chiqishimiz kerak. Forward qilishimiz uchun bu yoqqa o'tamiz. Mana bu yerda CFG forward bor. Bu narsaga keyin to'xtalamiz. Classifier free guidance forward pass model keywords should contain qisqasi klassifikatsiyasiz forward qilish mumkin. Buni keyinchalik ko'ramiz. Hozir mana bu forwardda ko'rib chiqamiz. Forward pass stroke unit. Mana bu x kiradi mana bundan. Keyin buni o'tkazishimiz kerak edi. Mana bu yerda qiymatlar bu yoqqa o'tkazib yuborishimiz kerak. Samplingga. O'sha narsani e'tiborga olishimiz kerak. Xo'p, bu yerda birinchi qiladigan qismimiz mana bu yerda endi ketma-ket tushuntirgan bir qarab chiqamiz. Config scale bo'ladigan bo'lsa o'sha narsani return config forwardga o'tkazib yuboryapti. Bu narsa hozircha bizda bo'lmaydi. Mana bu model keyword orgisida bo'lmaydi. Buni ko'rmaymiz. Hozir bu tomonga o'tib ketaveramiz. Embed time stepni ko'ryapmiz, kontekstni olyapmiz. Mana time keladigan bo'lsa,
time'da MLP'dan o'tkazib olyapmiz. MLP'dan o'tkazganimizdan keyin bizga o'sha narsani qilib beryapti. Har bir batchdagi rasm uchun bittadan nechanchi indeksda turganini rasmiy ko'rsatadi. Masalan, mana bu yerda T 1da turgan bo'lsa, mana bu yerda T boshqa rasm uchun masalan 6da turibdi yoki 7da turibdi, o'sha narsani anglatadi. Shuning uchun time'ni mana bitta kontekstni o'tkazyapmiz. Birinchi kontekstimiz. Ikkinchisi text bo'yicha kontekst. Embed condition and add context mana tekstni olyapmiz. Model keyword argsda. Va buni olganimizdan keyin buni non-mononomous o'shani tekshiryapmiz, ya'ni tekst berilmagan o'shanisini tekshiryapmiz. Agar tekst berilgan bo'lsa, undan keyin uni mana 0 bilan to'ldiryapmiz. Bu yerda o'sha agar tekst berilmagan bo'lsa, to'g'ri, 0 bilan to'ldirib olyapmiz. 0 bilan to'ldirib condition dimension qo'yapmiz va device ni qo'yapmiz. Mana x bilan device bir xil bo'lyapti. Undan keyin trainingmi, training emasmi o'sha narsani ko'ryapmiz. Agar training bo'ladigan bo'lsa, mana bu embeddingdan ma'lum bir qismlarga, embeddingning ma'lum bir qismlariga nol qo'yib tashlashimiz kerak. Shuning uchun ishlatyapmiz. Mask qo'yapmiz. Mana bu yerda mask o'sha narsani qilib beradi. Qisqasi mana bu kod o'sha narsani qilib beryapti. Qayerlarda tashlab ketishimiz kerak, qayerlarda tashlab ketmaslik kerakligi. Va mana bu yerda o'shanga maskni o'lchamini o'zgartirib olyapmiz. Non qo'shgani bitta batch size ni qo'shish bilan bir xil. Mana bu yerga non qo'ydi degani, bu yerga batch size oldin bir bo'ladi. Shuning uchun condition dimension qo'llashimiz mumkin. Keyin o'sha maskni ko'paytirib qo'yapmiz. Bu 0 dan iborat. Ko'paytirgan paytingizda embeddingni qaysi qismlarini tashib ketadi. Keyin shu embeddingni mana condition MLP ga o'tkazamiz. MLP ga o'tkazganingizdan keyin mana kontekstga qo'shamiz. Demak, rasm kelyapti. Rasmdagi vaqt bo'yicha kontekst bilan qaysidir ma'noda tekst kontekstni bir-biriga qo'shib shuni kontekst deb olyapmiz. Xo'p, initial convolution olyapmiz. X ni convolutiondan o'tkazyapmiz. Bu rasm X dagi qaysidir vaqtdagi rasmlar convolutiondan o'tkazyapmiz. Undan keyin rasmni o'tkazgandan keyin o'sha rasmni downsample'da o'tkazaman. Faqat downsample'da o'tkazayotgan paytda har bir qadamdagi qiymatni hisoblab olishim kerak. Mana bu yerda blokdagi, bu yerda blokda qiymatlarni hisoblab olishim kerak. O'sha hisoblab olgan qiymatlarimni keyin mana bu yerga jo'nataman. Mos ravishda buni bu yerga jo'nataman, mana buni bu yerga jo'nataman teskari ravishda. O'sha narsani har doim hisobga olishimiz kerak. Bu yerda endi for yozamiz. Hop, birinchi x ni demak unit condition kontekstdan o'tkazamiz, mana bundan o'tkazamiz. Birinchi downsample x downsamplingni o'tkazadi, mana bundan o'tkazamiz takto bilan. Biz kontekstni qo'shib o'tkazamiz. Demak, har bir resonant blokdan keyin mana buni feature map saqlaymiz. Aks holda feature map saqlamasak, mana buni feature map deymiz. Bundan chiqqan narsani bu yoqqa saqlaymiz. Hop. Buni endi saqlayotgan paytda listda yoki dictionaryda saqlasak bo'ladi. Bu xohlagan narsamizni saqlashimiz mumkin. Bu ahamiyati yo'q. Listda saqlaysizmi, feature nimada boshqa narsa saqlaysizmi? Hop. Bu yerda keyin oxirida final blok qo'yapti. Mana bu yerga fmaps deymiz. Maps. List qo'yamiz. Yuqorida aytdik-ku, buning ahamiyati yo'q qanday qilib saqlashimizni. Asosiy saqlasak bo'ldi. Saqladik. Undan keyin make sure to pass the context to the each resonant block. Mana shuni sani esda saqlashimiz kerak. Va birinchi o'sha narsani qilamiz for demak mana bu blok yozamiz. Block in demak self nokta downs. Mana bitta blokni oldik. Bu yerda bitta blokda mana shu uchovi bor. Bitta emas, 3 ta bor. Hop, blokning ichida 3 ta qiymat bor. Birinchisi layer, ikkinchi layer, uchinchi layer. O'shanda o'tkazamiz. Birinchi layer blok deymiz. 0 qolishga olamiz mana bu x ni. Hop, faqat x emas, x ga qo'shib kontekstni ham olishimiz kerak. Aks holda kontekst olmasak bo'lmaydi. Kontekstga virgul qo'yamiz. Hop, mana bu blokimiz kontekstni qanday oladi? Aslida resonant blokni forwardga o'tkazaylik mana. X kontekst barobar kontekstni yozamiz. Hop. Mana bu yerda yozayotgan edik. Forward ichida. Mana kontekst barobar kontekst. Endi kontekst barobar kontekst deyish shart emas. Hop. Mana house virgul kontekst. Yozsangiz ham bo'ladi, yozmasangiz ham bo'ladi kontekst ikki marta. Hop, uzr, mana bu yerda noto'g'ri yozib ketdik. Pastga qo'yishimiz kerak edi. Qilib o'tamiz. Mana bunday narsa bo'ladi.
kontekst verdik. Endi bu feature map'da buni endi h deb olsangiz ham bo'ladi, boshqa narsa deb olsangiz ham bo'ladi, x deb olsangiz ham bo'ladi. Buni keling h deymizda h barobar x deb qo'yaylik. Mana bu yerga x deb berib qo'yamiz. H deb berib qo'yamiz. Hozir h ni ishlatib ketaveramiz, ketma-ket davom ettirib ketaveramiz yoki feature map'da oxirgi qiymatni ishlatishimiz to'g'ri keladi. Ahamiyati yo'q, bu yerda hammasi ko'rsatkich bo'lgani uchun xotirada hech qanday joy egallamaydi. Faqat ko'rsatkich uchun adresga demak bitta int qiymat oladi, shuning uchun xotirani kengaytirib yubormaydi. Ya'ni bu yerda nusxalash amali yo'qda. Shuning uchun buni o'ylash shart emas. H barobar x. Hop, h ga olganimizdan keyin bu h ni fmaps ga qo'shishimiz kerak. Endi fmaps ga qo'shayotgan paytda men oxiridan qo'shishni ma'qul ko'raman. Mana shunday qilib barobar fmaps deb o'zini qo'yib, mana bu yerga qo'shuvga h deb qo'ysangiz, oxiridan qo'shadi. Demak, oxiriga qo'shyapmiz fmapsni. Hop. Bu bizga mana buni oxiriga qo'shib beradi. Bu yerda ishlatayotgan payt to'g'ridan-to'g'ri boshni ishlatib ketaveramiz. Bitta ketma-ket olib ishlatib ketaveramiz. Shunda to'g'ridan-to'g'ri mana bu tomonga chiqib borishimizga qulaylik bo'ladi. Hop. Xohlasangiz siz layer 1, layer 2 qilib ham ishlatsangiz bo'ladi har bir blokda. Uning ham ahamiyati yo'q. Qanday ishlatishingizni. Masalan, buning ichini bitta blok bo'yicha qilib, masalan, qanday qilishimiz mumkin? Hop. Map barobar blok map barobar yozib pastga olib blok map barobar pastga olib qisqasi bo'sh qilib uzr, qaysidir ma'noda demak shunday yozyapmiz. Layer 1, layer birinchisi. Buni hozir bo'shliq qo'yib qo'yaveramiz. Ahamiyati yo'q. O'zi aslida bu yerda shunchaki blok, bo'sh blok yozib hozir qo'ymoqchimiz. Blok map layer 1 ga qo'yasiz. H'ni mana shunday ko'rinishda. Mana bu yerda endi blok mapni qo'shamiz. Mana bu yerga blok mapni qo'shamiz. Blok mapni. Endi salga yaxshiroq bo'ladi. Xohlasangiz list, xohlasangiz blok. Buni qanday qilishingizni ahamiyati yo'q. Keyin xotiradan ham demak ortiqcha joy egallamaydi, shunchaki ozroq qo'shiladi. Buncha muammo narsa emas. Endi mana bu blokni ikkinchi blokka o'tkazamiz. H o'zini xuddi shunday demak mana bu yerga yozamiz, birinchi blok. Mana buni o'tkazamiz. Endi keyin down sample ga o'tkazamiz. Down sample da hech qanday narsa yo'q. Mana bu yerda keyin xuddi shunday qilib layer 1 ga o'tkazib yuborishimiz kerak. Layer 2-ga mana buni yozib qo'yishimiz kerak bo'ldi. Mana bu bilan o'sha map qismimiz tugaydi. Down sample qismimiz. Mana bu qism ikkitasi tugaydi. Endi down sample bo'ladi. Down sample qanday qilamiz? Down sample'da down sample qilish uchun h barobar deymiz. Blok qovus ichida demak blok birinchisi, ikkinchisi bo'ladi. Sababi mana bu 0, bu 1, bu 2 bo'ladi o'sha blokdagi. Qovus ichiga h ni o'zi berib beramiz. Xo'p, down sample sinfida boshqa hech narsa yo'q. Ya'ni bitta h ni o'zi boradi xolos. Endi o'sha h mana bu yerga kelib tushadi. E'tibor qiladigan bo'lsangiz, condition matrix keling sizga demak down sample yana bir qarab ko'raylik. Menga qoriga o'tadigan bo'lsangiz, down sample buni funksiya bo'lib turibdi. Down sample da kontekst degan tushuncha yo'q. Bu kontekst olmaydi. Shunchaki mana bu kontekst mana bu ikki oladi. Mana bunga kontekst kiritamiz, bunga kontekst yo'q. Bu tekstni bu ikki oladi va nechanchi o'rinda turganida bu ikki qaraydi. Mana bu olmaydi. To'g'ridan-to'g'ri bu yerda shunchaki bundan kelgan narsani tushirib qo'ying xolos. Xo'p. Quyuga tushamiz yana. Forward qismiga tushamiz. Mana down sample da qildik. H tushirdik bunga. Endi keyingisi xuddi shunday yana keladi. Yana kelgandan keyin xuddi shunday mana bunda ikkovidan o'tadi. Mana ikkita hosil bo'ldi. Bu yana blok map bo'ladi. U blok mapda yana bunga qo'shib qo'yamiz oxirida. E'tibor qilgan bo'lsangiz, oxiridan qo'shib qo'yamiz. Keyingisida teskari kelayotgan paytimizda mana bu 0, 1, 2 deb ketaveramiz. O'sha reverse qilishimiz shart bo'lmaydi. Xo'p, mana bu
upsample kısmı, downsample kısmı. Demek make sure to pass the context to each resident block. Demek resident block her bölümüne konteksti jo'natyapmiz. Hech qanday muammosiz. Layer bu layer 2 qilyapmiz. Bo'ldi, mana shu menimcha bu qismi. Endi upsample qanday bo'ladi? Upsample qilayotgan paytimizda mana shu hni o'zida ketaveramiz. Mana bu ikkita middle qism bor. O'sha middle qismni e'tiborga olishimiz kerak. Self nokta middle degan ikkita blokimiz bor. Mana blok 1, blok 2. Middle blokimiz nimani qiladi? Ko'raylik, middle block ham reznetda o'zi bo'lishi kerak edi. Adashmasam. Sababi biz uni o'zimiz qilmaganimiz uchun qaysidir ma'noda esimizda yo'q. Mana reznet blok. Bu yerda ham o'sha kontekst vektorlari bor. Ularni berishimiz kerak. Mana reznet blok, kontekst blok. Hop, pastga tushamiz. Blok 1 ga qo'yamiz hni va unga kontekstni berib olamiz. Endi bu yerda kontekst barobar kontekst deyishimiz shart emas. Deb qo'yamiz, bo'ldi. Buni ikkita yozamiz va buni bunga bundan o'tib oldik. Endi mana bu yerga ko'ramiz. Birinchi upsample. Endi downsample'ga o'tamiz. Upsample qismiga o'tamiz. Upsample'da ham xuddi shunday for deymiz, blok. Xuddi shunday blok bo'ladi. Endi deymiz self nokta ups deymiz. Mana blokni oldik. Blokda 3 ta narsa bor. Upsample bor, blok 1 bor, blok 2 bor. Layer 1 bor, layer 2 desangiz bo'ladi. Endi nima desangiz ham o'sha narsalar qisqasi. Xo'p, endi birinchi hni olasiz, barobar deysiz, blok 0. 0 ichidan o'tkazamiz hni. Bu yerda kontekst yo'q. Sababi upsample. Mana bu yerda kontekst bo'lishi kerak, hozir ko'ramiz. Endi h barobar deymiz. Mana bu mapni hozir ishlatayotgan paytimizda endi map kerak emas. Mana bu yerda map kerak edi, bu yerda map kerak emas, faqat mana bu yerda indeks kerak. Indeks deymiz. Indeks barobar deymiz. Enumerate qo'yamiz. Enumerate. Sababi mana bu yuqoridagi mapni qaysiga to'g'ri kelishini olishimiz kerak. E'tibor qilgan bo'lsangiz, teskardan qo'yib ketdik. Endi teskarda ishlatib ketamiz. Oxirgi qo'shilgani, mana bu qo'shilgani mana bunga tushadi. Xo'p, endi o'shanga tushirishimiz uchun concatenate ishlatamiz-da. Shu yerda blok deymiz. Mana blok birinchidan o'tkazamiz. Birdan o'tkazamiz. Bitta narsani nazarda tutishimiz kerak. Qaysiki mana bu blokka, mana bu hga qaysidir ma'noda mana bundagini qo'shib qo'yishimiz kerak oldinroq. Buning uchun nima qilamiz? Maps deymiz, fmaps, maps. Index, shunchaki indeksga o'tamiz. Mana bu yerda layer bor. Layer 1. Layer 1. Layer 1dagini olamiz, bu map. Bu mapga mana bu mapga qo'shamiz, bu yerga yozamiz, x ga aytamiz. Hga yoki torch deymiz, shunchaki torch. Cat deymiz. Catga qo'yamiz. Bu yerda ikkita list berishimiz kerak. Tuple turida yoki nima turida. Bu h bilan mana mapsdan iborat bo'ladi. Ikkovi shu blokka keladi. Ya'ni mana bu blok olayotgan payt mana bu ikkovidan keladi. Bu mana bu ikkovini oladi. Mana shunday bo'lib ketadi. Hop, endi xuddi o'sha narsa davom etadi. Mana bu ikkinchi layer bo'ladi. Mana bu deymiz ham o'sha ko'rinishda o'zgaradi. Biridan chiqqan ikkinchisiga ketaveramiz. Va xuddi o'sha narsa davom etaveradi. Shunday qaytib kelaveradi. Bu yerda mana buni saqlash shart emas. Bunda chiqqan narsani saqlash shart emas, sababi biz buni ishlatmaymiz. Hop, keyingisi yana upsample ga keladi. Upsample yana bunday qiladi. Faqat mana bu yerda kontekstni ishlatar edik. O'sha narsani e'tiborga qo'yishimiz kerak. Resident blocklarga kontekst ishlashimiz kerak. Mana before each resident block, mana x row the upsample da o'tkazamiz kontekst bilan. Hop. Upsample da bu yerda kontekst bor ekan, qiziq. Upsample da kontekst bor debdi. Ko'raylik qani. Upsampling block, upsample da kontekst yo'q shekilli. Yo'q. Upsample da kontekst yo'q. Negadir bu yerda upsample blokda kontekst bor debdi. Yoki men noto'g'ri o'qidim. Mencha noto'g'ri o'qidim. O'sha to'g'riroq. Mana bu yerda aytyapti upsampling process x rows each upsampling block with context. Before each resonant block can contain the input with the corresponding feature. Demak, mana bunga kirayotgan paytda xuddi shu narsani qilyapti. Hop, mana shu narsani aytyapmiz. Hop, mana bu yerda shu narsani aytyapmiz.
kirishdan oldin concatenate qilyapmiz. Faqat concatenate qilayotgan paytimizda e'tibor qiling, biz nimani berishimiz kerak? Qaysi indeks bo'yicha, ya'ni qaysi dimension bo'yicha concatenation qilamiz? O'shani berishimiz kerak. The dimension bo'yicha, ya'ni mana bu bo'yicha berishimiz kerak. Shuning uchun bu yerga dim deymiz. Dim barobar 1 deb qo'yamiz. O'shanda concatenation to'g'ri bo'ladi. Mana buning ichida dim barobar 1. O'sha concatenation to'g'ri bo'ladi. Keyin context block qo'shimiz kerak bu yerga. Context vektorlarimiz. Context. Hop, endi kodimiz juda ham uzun bo'lib ketyapti. Shu nuqtai nazardan menimcha pastga tushirib qo'ysak, maqsadga muvofiq bo'ladi. Hop, demak mana bular kontekst olar ekan. Va natijada oxirida shu narsa chiqadi. Final blok oxirida qo'llaniladi. Bo'ldi. Boshqa hech qanday narsa qolmadi. Endi bir tekshirib ko'rishimiz kerak. Umid qilamiz to'g'ri chiqadi, agar bo'lmasa yana shu hadamida ishlaymiz. Hop, forward qismimiz taxminan mana shunday xatolikda kichkina shunday atrofda chiqishi kerak ekan. Xatoligimiz 1, demak qayerdadir xato qildik. Tekshirib ko'ramiz, qayerda xato qildik. Context dimension random torch context dimension nima qolib ketdi? Tekshirib ko'rish kerak. Hop, birinchi xatolik olmadik. Block 1, block 2, h context. Xolos tekshirib ko'ramiz, xatomizni topib keyin davom ettiramiz. Demak, kodimizga salgina o'zgartirish kiritdik. Birinchi o'zgartirish kiritgan joyimiz boshi bir xil. Faqat mana bu yerda h barobar x degan narsa bor edi. Faqat oldin h ni x ga olayotganda endi shu shart emas. Shunday x ni o'zini ishlab ketaversak bo'ladi. Shuning uchun to'g'ri x deb qo'ydik. Block x va hokazo. Qolgan joy o'zgarmadi. Bizda asosiy qilayotgan xatomiz mana bu yerda edi. Mana bu layer 2 bilan layer 1 da joyini almashtirib qo'yganimiz edi. Mana bu yerga e'tibor qilayotgan bo'lsangiz, bundan chiqqan narsa mana bunga kirganda. Ya'ni mana bu skip connection bu usmas tushishi kerak edi, bu bilan bu usmas tushishi kerak. Bu yerda 1 bilan 2 ning joyi almashgan. Bu yerda xato qilyapmiz. Xato qilayotgan ekanmiz, shuning uchun xato chiqayotgan ekan. Endi mana xato to'g'rilandi. Xo'p, endi keyingi qismimiz mana bu lozni hosil qilishimiz. O'sha lozni hosil qilishimiz bu to'g'ridan to'g'ri. Demak, mana bunga to'g'ri keladi. Demak, denoisingga to'g'ri keladi. Shuning uchun buni keyingi darsga qoldiramiz. Demak, keyingi darsda mana shu noise qismini qilsak, bilan bu yerda yana bitta ikkita qiladigan ishlar bor. Shu bilan tugatsak bo'ladi. Demak, mana shu yetarli bo'lsa kerak deb o'ylayman. Bunga darsda, keyingi darsda davom ettiramiz. Rahmat, salom qolasizlar.